Jizzax viloyatida ichimlik suvidan foydalanish va oqova suv tizimlariga ulanish qoidalariga amal qilishi yuzasidan keng ko'lamli profilaktik tadbirlar davom etmoqda. Xususan, Jizzax viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan Jizzax shahar hududida olib borilgan nazorat-tahlil ishlari natijasida shunday holatlarni fosh etdi. Tekshiruvlar jarayonida Jizzax shahrining Xayrobod va Oqqo'rg'onlik mahallalarida 4 ta holatda fuqarolar tomonidan ichimlik suvi tarmog'iga noqonuniy ulanish amalga oshirilganligi aniqlandi. Bunday qonunbuzarliklar O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 163-moddasi 1-qismi asosida rasmiylashtirilib, umumiy hisobda 15 million so'm miqdorida ma'muriy jarimalar qo'llanildi. Shuningdek, tadbir doirasida Jizzax suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatiga yetkazilgan 5,7 million so'm miqdoridagi zarar hujjatlashtirildi va jami 11 million so'mga yaqin debitor qarzdorlik ham undirildi. Mazkur nazorat tadbirlari nafaqat noqonuniy ulanishlarni bartaraf etish, balki aholini suv ta'minotidan foydalanishdagi qonuniylikka rioya qilishga chaqirish hamda mavjud tizimdagi to'lov intizomini mustahkamlashga qaratilgan. Xulosa o'rnida aytish joizki, ushbu tadbirlarning asosiy maqsadi aholi va tadbirkorlik subyektlari o'rtasida kommunal xizmatlardan qonuniy foydalanish, resurslarni oqilona va adolatli taqsimlash prinsiplarini joriy etish hamda sohaga yetkazilayotgan iqtisodiy zararlarni oldini olishdir.